Ay ekeler bu kankara. Şug'ullangan mı bu? Turishtiga o'ta chempionmi? Sifat 100 to'lagan ekanlar. Xotirjam ha. Telefon qilyapsizlar buqani yengil kelishib aytib uch bosh. O'ta chempionmi? Jigar shoshilasa, dehqondan ama tola olib ketsa bizdan o'kalamaysiz. Akalar mana dehqondan chiqar degan akalarimiz uchun mana dehqon do'stimizdan 3 bosh buqasi bor ekan. Mana shved buqa. Ola qorasini o'zimiz o'sha eski rossiyskiy buqalar ola qora variantidan mana bu yerda bir Mickey Mouse'imiz bor. Hammaga assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Baraka Uz kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlaringizga bugun biz 2025-yil 2-oktyabr hafta kuniga payshanba biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Boliq Qo'ng'irot qishlog'idamiz, ya'niki Pushkin Qo'ng'irotda dehqon do'stimiz Abrojonni xonadoniga kelganmiz. Sotiladigan 3 bosh buqamiz bor ekanlar. Mana bu yerda mana Qirg'iziston buqasi bor ekan. Endi do'stim, endi nimaga kameraga chiqib o'rganmaganda meni olmay qo'yavering dedi. Shuning uchun o'zim sizga vaziyat tushuntirib o'taman. Akalar taxminiy bo'yi 1.25 dan kam emas, 1.25, 1.25 plus qolaverasizlar. Bo'laverami? Endi veslarini munchadan devor olmayman. 400 kilo osh bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bu buqalarimizni narxiga kelsak, do'stim, mana shu Mickey Mouse'ni necha pulga beramiz? 26,5 kami bor ha. Akalar 26.500.000 so'm kami bor mana Mickey Mouse'imiz. O'ta sifat, taniq narsa ekan mana oq. Zo'r ekan, sifat ko'ryapsizmi, taniqlikni. Akalarni ham ko'rsatib qo'yib, polvonni qani. Arqalari butun prosta burilib olyapti-da. Hazil narsa emas akalar. Zo'r sifat ekan. Hop, 26.500.000 so'm kami bor akalar. Ishqo'z aloqaga chiqasizlar. Ko'ryapsizlar, oyoqlari ham stakan tuyoq, o'smagan. Zo'r narsa ekan, ama zo'r, gap yo'q. Endi do'stim, bu ola qarasiga necha pul beramiz? Bu vobshe yo'g'on narsa ekan, u. Mana polvonning. Yosh ekan ha bu, ha? Go'dak ekan hali u, turishdi qaraman. Taniq narsa, hali kurash chiqmagan ekan. Rasaba qo'yadigan joyi kelibdi-da. Do'stim, necha pul bunisi? 25.500.000 so'm kami bor. Akalar 25.500.000 so'm kami bor ekan, ola qora buqamiz. Xo'p, endi va nihoyat mana Qirg'iziston shved buqasi. Ay jonivor. Oqtim shu. Bu o'sha ekan va mana akalar quloqda sirg'alari bilan turibdi bu jonivor. Taniq narsa ekan nomi. Xo'p do'stim, shvedni necha pulga beramiz? Shvedda 27 million kami bormi ha? Akalar 27 million so'm kami bor ekan. Xo'p, 27 million kami bor, 25.500.000 kami bor, 26.500.000 so'm kami bor. Xo'p, do'stim, endi bir xil odamdek ko'ratdan bu mollar billa turibdi-kan. Shu joy o'zgaradi xolos. Bitta uchalasini olib boqib olaman deganlarga. Necha pulga berib yuborasiz? Xavf vaziyatini ayting. Endi ag'ib-ag'ib bilan aytayman-da. Ha, ag'ib-ag'ib bilan aytasiz. Endi misol hech kim aytganiga naqmagan, misol bitta etikka qilib bo'lish muncha desa ham bo'lmaydi. Munchadan bersa, herini qilib beraman-da. Ishqibozi kelib ko'rib, ustida ko'rib olsin, nazami. Lashimiga bir joyda. Endi bularni hozir yechib, baqab chiqay desak, hamma yo'q. Nima ekan, shunday to'polon qilib yuboradi. Bular bir joyda turgan. 77 ga kelishamiz-da, kami bor 77. Sal tushib gapiray do'stim. 76 ekan. 76 bo'lsa, qanchadan bo'ladi shunda? Ha, 25 dan bo'lsa 75 bo'ladi. Siz 76 o'tib beraman deyapsiz. Bo'ldi, qo'lda beraman. Baraka topsin ha. Bor. Akalar, baraka menga va sizlarga yaxshi narx yetdi.
Ha, samigilarni dehqonchilik ishonsa bitirasiz bo'ldi. Ishqovozni kelib ko'rsin. Dastlabki masalasi nima bo'ladi? Dastlabki masalasi endi bizda hozir rasvodlik yo'q. Aha. Endi adam badan aklaydigan odam bo'lsa ekan dastlabki aniqib bersam-da. Akalar, dastlabki masalasini kelishasizlar. Kesalang mohina to'g'ri berilaveradi shu yerdan. Chiroyli qilib yuklab akitaverasiz. Mollar yeb turgan, ha? Yaxshi yeb turgan narsalar. Hali daladan ushab kelib, sirazi daladan molimda akil o'xurlan. Yaltiratib tashyapti, ha? Mana. Oldida hashak ham yo'q. O'ta xo'r ekan, ha, mollar. Akalar, telefon qilyapsizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beringlar. Ana bu qolar ko'ryapsizlar, odamdan cho'chimaydi ekan. O'ta zo'r bu qolar ekan. Maza qilib boqasizlar-da, ana bunisi men qolyapman deya. Akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bolaqo'ng'irot qishlog'i, ya'niki Pushkin Qo'ng'irot. Abrorjon do'stimiz bu qolar. Aloqa uchun telefon nomerimiz 93lik 649 59 80. Keyingisi 88lik 590 59 80. Aloqaga chiqasizlar, kelishtirib berilaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.